Kartoshka pyure tayyorlaymiz. Like bosib obuna bo'lib ketishni unutmang. Uning uchun kartoshkalarimizni maydalab to'g'rab, pishib chiqqandan keyin ustiga saryog', sut qo'yamizda. Bularni yaxshilab aralashtiramiz. Ichida durda-durdasi qolmaguncha yaxshilab qaynab chiqadi. Mana shunaqa rang hosil bo'ladi. Undan keyin buni yaxshilab aralashtiramiz. Ichiga tuxum sovorsangiz ham bo'laveradi buni. Xohlaganlar zelin solsa ham bo'laveradi. Zelinni juda ham yaxshi ko'radiganlar, zelinni organizmga bilasizlar foydasi ko'p. Mana tayyor bo'ldi pyuremiz. Buni ustiga xohlagan go'shtingizdan qo'yib yesangiz bo'ladi. Xohlasangiz kelka, menda kelka bor edi, kelka qo'ydim. Xohlaganlar tuxum qaynatib yoki tuxum qovurib qo'yib yesa ham bo'laveradi. Juda ham to'yimli, tez tayyor bo'ladigan taom. Ayniqsa ko'chada ishlab uyga charchab kelganlarga juda ham tez tayyor bo'ladigan taom. Do'stlarim, mana meniki tayyor bo'ldi. Menga obuna bo'lib like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha hammalaring Allohimga omonat bo'linglar.